Bizni kuzatayotgan har bir insonni Xudo xolasa qo'ldan kelgancha rozi qilamiz. Sizga smartfon kerak bo'lsa, siz House Mobile'ni tanlab, to'g'ri qaror qabul qilgan bo'lasiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Bugungi zo'r narxlar sizlar uchun. Men sizlarga hozirgi paytdagi A56 eng aktual A seriyani 8256lisini 285 dollarga qilib berishga tayyorman. Haqiqiy yangidek holatda qilib beraman. iPhone 13 Pro ni 12891 haqiqiy eng toza variantda 435 dollar evaziga. 25 Ultra yangisini sizga chegirmada 950 dollarga. 26 Ultralar esa katta assortimentda, hurmatli obunachilar, eng qulay narxlarda 1280 dollarga beraman. Galaxy S21 katta kolичествоda 210 dollardan kirib keldi. Bizda budjet segmentda 50 dollarga M12 6000 amperli batareya ideal holatdagi variantlari bor. Xiaomi brendi mahsulotlari Xiaomi 14T Pro modeli full holatda 120 vatli quvvatlagichlarga esa bor. Narxi esa 389 dollarga. Bu smartfonni 400 dan arzoniga ola olmaysiz. O'ta darajada kuchli model Honor X9D siz uchun yangida 8256 275 dollarga haqiqiy toza variantda. Flip 5 smartfon jozibali, yopilganda elegantni, ishlatganda rohatlanasiz. Narxini esa 305 dollarga qilib beraman. Haqiqiy arzon narxda beraman. iPhone 14 Pro Max ni 128 84% narxi esa 579 dollarga. Bunaqa narxga salkam iPhone 13 Pro Max olasiz. Bugun esa men sizga chegirma narxda 15C ni 256 full holatda yangida 100 dollarga 100 dollarga bundan yaxshi segmentda smartfon xarid qila olmasligingizga ishonaman. Redmi 15 haqiqiy mukammallik 7000 amperli batareya bilan sizni 2-3 kunlab xizmatingizni qila oladi. 120 dollarga qilib berishga tayyorman. Smartfon 24 Fan Edition Galaxy fanatlari uchun juda arzon narxga, bor yo'g'i 345 dollar evaziga. Bu 400 dollardan arzoniga yo'q. S24 Fan Edition haqida gap ketyapti. Redmi Note 14 120 dollarga 6 ga 128 tali ishonchli hamda kafolatlangan model. Qo'limizda Samsung tarafidan ishlangan Note 2 modellarimiz. Holatlari ideal holatda 195 dollardan A+, o'zimizga 215 kelar edi. Bugun bizga 195 dan katta kolичествоda A+lar keldi. A- esa 165 dan qilib beraman. Note 20 Ultra'ni ko'rinayotgan bo'lsa, salafallari ham olinmagan. Hattoki deyarli ishlamagan telefon. Xudo xolasa bu smartfonimizni 300 dollarga qilib beraman. Odamlar boshqa viloyatlardan kelib olishadi. Nimaga? Bunaqa bitta nuqtasi yo'q, hattoki Koreyani o'zida yo'q, ishoning. 100 ta kelsa Note 20 Ultra bitta chiqsa chiqyapti, bo'lsa chiqmayapti bunaqasi. 21 Ultra'ni ideal holatda ozgina ishlagan varianti 235 dollarga A- holatda. Galaxy S20larni biz 200 dollardan qivordik A+ segmentda. Darcha ayrimlari 200 dollardan bizga kelyapti narxi. Biz qanchalik narxlarni arzon qilar ekanmiz, siz olib shunchalik rohatlansiz, biz shunga xursandmiz. Bizdan smartfon olib berib turib, qimmat olib qo'ydim degan narsa bo'lmaydi inshaalloh. Chunki borgandan keyin telefonni ushlaganingizdan keyin farqni his etmasangiz smartfonni xarid qilmaysiz. S23 Plus modelimizni chegirma narxda 380 dollarga qilib beraman. O'ta ideal holatda beraman. S10e smartfonlarini esa kompaktni, elegantni modellarini, ixchamlikda tengsiz modellarini eng qulay narxlarda 130 dollardan qilib beraman. Smartfonlar 130 dollarga hozir bor, lekin ertaga bunaqa holatda, bunaqa sosteniyasi qaytib bo'lmasligi mumkin. 128.98 495 dollarga. iPhone 2 128.81 305 dollarga. iPhone 13 Pro 128.87 420 dollarga. 100% radno holatda. 64.98 210 dollarga. 128.96 475 dollarga. Arzon narxlar, yuqori sifatlar, katta kafolat sizlar uchun. 128 gigabaytli 83% 475 dollarga haqiqiy radnoy iPhone 13 Pro Max modelimiz. iPhone XR 64 gigabayt xotira, mukammal segment, arzon narxni taklif etaman. 128 gigabaytli 84% 420 dollarga Amerika regionidagi eng ishonchli iPhone 13 Pro modelimizni Serra Blue rangi, tabiatan ilhomlangan moviy osmon rangda. Siz uchun Huawei Pro 70 ni 300 dollarga. Bu model ko'plab magazinlarda mavjud bo'ladigan model emas. Bunaqa narxda deyarli uchramaydi. Bugun borligida oling, albatta baraka topasiz. S21 ni
$185 qilib berishga tayyorman. A- segmenti iPhone 12 ni 64 100% haqiqiy toza varianti $250 ga. Siz azizlar uchun 11 Pro Max'larimiz kirib keldi. 64 GB 91% narxi $269 dan. Katta kolleksiyada $89 ga Redmi 13. Bunaqasini 100 ga olsak, xullas $100 dan qimmat sotamiz. Bugun esa arzon narxda. $55 evaziga A06 Redmi Note 14 ni 8256 isi $144 ga. Aynan 24 Ultra'ni sizlarga chegirma narxda $735 evaziga taklif etamiz. Ideal holatda beramiz, xudo xolasa. Sizlar uchun xo'p, 12 ga 512 talik Fold 4 ni professionalniy tanlovni atiga $500 qilib beraman. Ishoninglar, 512 talik bunaqa ideali, даже bizga kelgan narxi 500 ekan. Xudo xolasa kelgan narxiga sota oladigan magazinimiz. Biz mijozlarning manfaatini o'zimizni manfaatdan ustun ko'ruvchi magazinimiz. S23larni ideal holatda $335 dan qo'yardik. Xohlagan rasvetkalar bor. Shunaqangi yumshoq binafsha ranglarigacha bor, xudo xolasa. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. $210 dan S21, S22 ni A+ $265 bo'layotgan paytda men sizga $239 ga A- holatda, $179 ga Honor X9B ni yangidek holatda, Honor 400 sun'iy intellekt bilan professional darajada ishlay oladigan modelni chegirma narxda $275 ga qilib berishga tayyormiz. Smartfonni juda arzon narxga $145 ga A54 ni professional ideal holatdagisini beramiz. 21 Ultra'ni A+ ni 295 ga beramiz. 330 ga hozir topish qiyin masala. Bizda xudo xolasa shunaqa smartfonlar har kuni keladi va har kuni sizlarga telefon narxlarini ko'rsatib borar ekanman. Albatta siz o'zingizga mos smartfonni tanlashingiz mumkin bo'ladi bu videolarda. Do'stlaringiz bilib qo'ying, bu birinchi filial edi. Ikkinchi filialda bundan katta assortimentlarni pastda Telegram havola orqali joylab qo'yildi.